O'zbekistondagi eng kuchli ahal-tekinlar o'rtasidagi poygaga tayyormisiz? Aynan shu ahal-tekinlar o'rtasida hozir qiziqarli bellashuv bo'ladi, ya'ni poyga. Ko'ramiz qaysi biri g'olib bo'lar ekan. Startga tayyorlanishyapti otlar. Qaysi biri g'alaba qozonar ekan. Ko'ramiz. Qiziqib ketyapmi o'zi? Ketdi start. Kuzatib turinglar. Menga ham juda ham qiziq bo'lyapti. Qaysi biri birinchi o'rinda kelar ekan finishga. Bir 1800 metr masofaga birinchi bo'lib kelgan ahal-tekin.